agar kirib keladi tog'larga qarab ketib qolsa, yog'ingarchilik tog'da bo'lsa, qishimiz quruq, sovuq bo'ladi. Sovuq. Farg'ona vodiysi 3 ta viloyatni o'z ichiga oladi. Bu Namangan, Andijon, Farg'ona. Farg'ona. Vodiyning umumiy uzunligi 300 kilometrdan ortiq, 380 kilometrgacha cho'zilgan. Yana 130-170 kilometr tashkil qiladi. Farg'ona vodiysining yerlari unumli, mana ko'rib turibsizlar, yashil tusda, dehqonchilikda rivojlangandan dalolat beradi. Vodiy bo'ylab Sirdaryo oqib o'tadi. Sirdaryo ikkita daryodan hosil bo'ladi. Norin bilan Qora daryodan. Norin Mo'g'ul tilidan, Qiros tilini negizida Mo'g'ul tilidan asos solgan. Quyoshli daryo deb ataladi. Chunki quyosh chiqqanda, kun chiqqanda daryo yaltillab ko'ringani uchun quyoshli deyishgan. Qora daryo kun rosa zenit deydi, cho'qqiga chiqqanda mana ulkan tog'lar to'sganda qora, soyasi tushib qora daryo deydi. Bu ikkalasi bir-biri bilan tutashadi, baliqchida, Namangan baliqchida tutashadi, endi Sirdaryoda hosil qiladi. Sirdaryo butun vodiy bo'ylab oqib o'tib, hozirgi kunda mana Qayraqumson bor deydi, Tojikistonda buni Bahri Tojik deyishadi. Bahri Tojik. Hatto quyiladi, keyin chiqib, Xo'janddan chiqib, sekin Mirza Cho'rtekisligi bilan Qozog'iston orqali Orolga yetib boradi.